qishki transferlar oynasida o'z klubini o'zgartirgan futbolchilar ro'yxatimizning birinchi o'rnida Al Hilol qanot himoyachisi Joao Cancelo Barselonaga ijara asosida ko'chib o'tdi va ro'yxatimizning keyingi o'rnida Crystal Palace markaziy himoyachisi Mark Gehi Manchester City klubiga ko'chib o'tdi va 5 yillik shartnoma imzolandi va transfer summasi 25 million yevro deb baholandi. Va ro'yxatimizning keyingi o'rnida Bournemouth o'ng qanot hujumchisi Semenyo Manchester City safiga kelib qo'shildi 75 million yevro evaziga. Va ro'yxatimizning keyingi o'rnida Atalanta markaziy hujumchisi Lukman 50 million yevro evaziga Atletico Madrid klub safiga kelib qo'shildi va 5 yillik shartnomaga imzo chekdi. Ro'yxatimizning keyingi o'rnida Real Madridda o'z o'rnini topa olmagan Endrik ijara asosida Lyonga ko'chib o'tdi va ro'yxatimizning keyingi o'rnida Al Ittihod hujumchisi Karim Benzema Al Hilol klubiga ko'chib o'tdi va 3 yillik shartnomaga imzo chekdi. Transfer oynasini yopilishining so'nggi soniyasida N'Golo Kante o'z klubini o'zgartirdi. Erkin agent sifatida Fenerbahçe klubiga ko'chib o'tdi. Shu futbolchilar orasida siz uchun eng yaxshi transfer qaysi biri bo'ldi? Kommentariyada o'z izohingizni yozib qoldiring. Qiziqarli videolar hali oldinda. Bizni kuzatishda davom eting do'stlar.